Assalomu alaykum barchaga. Farg'ona viloyat Yazovon tumani Qoratepadamiz. Bu joyga naves qilib berganmiz. Nima uchun? Neobычный chiroyli chiqishligi uchun uyni fasadiga moslab qilib berganmiz. Qor, yomg'ir, shamollardan saqlanishligi uchun qilib berganmiz. Xudo xolasa neobычный chiroyli. Bu joyga nimalar ishlatganmiz? Profil, karkaslar полностью profil, yangi profil ishlatilgan. Orasida gullar lazerli gulda tayyor bo'lgan. Tevasiga leksan qo'yib berganmiz. Rossiyskiy leksanimiz O'zbekistonga kirgan 15 yil bo'lgan. Xudo xolasa kamchilik chiqmagan. Zavod 15 yilga garantiya beradi. Xo'p, bu joyda kvadratni necha bilan qilib berganmiz? Necha bilan qilib beramiz shunaqa naveslar? 1 kvadratni 450 ming so'mdan qilib beramiz. 450 ming so'm ichiga nimalar kiradi? Полностью materiallari, kraskalari, olib kelib uстановка qilishlari, leksanlari hammasi 450 ming so'mdan chiqadi. Bu joyga qo'shimchasiga besetka qilib berganmiz. Besetkani kvadratini 1 million 100 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Kvadrati qanaqa o'lchanadi? 3 metrga 4 metr bo'lgan bo'lsa, kvadrati 12 metr, 12 kvadrat bo'ladi. 12 kvadratga 1 million 100 mingdan hisoblab, necha pul chiqsa o'shanaqa qilib tayyorlab beramiz, xudo xolasa. Agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, navesimiz ma'qul kelgan bo'lsa, xuddi shunaqa naves qildirmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Chunki ko'p videolarimizga obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar ham bor. Bizga obuna bo'lib qo'ysalar, yangi videomiz chiqsa, sirazi sizlarga boradi. Bemalol ko'rib, o'zlaringiz ma'qulini tanlab zakaz qilsalaringiz bo'ladi. Agar xuddi shunaqa naves qildirmoqchi bo'lsalaringiz, pastda nomerlarga telefon qilsalaringiz, to'liq ma'lumot beramiz, zakaz bersalaringiz sizlarga ham qilib beramiz.